Ombudsmanning mintaqaviy vakili Navoiydagi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Alisher Tursunovning sog'ligi va saqlanish sharoitlarini o'rgandi. Ombudsman vakiliga ko'ra, Alisher Tursunov muassasada tibbiy yordam ko'rsatilishidan shikoyati yo'qligini, o'zi muntazam tekshiruvdan o'tkazilayotganini, faqat avvaldan bo'lgan kasalliklari tufayli sog'ligida biroz o'zgarishlar borligini aytgan. Rasmiylarga ko'ra, diniy ulamo o'z xohishiga ko'ra belgilangan vaqtlarda oshxona ishlariga jalb qilingan va ish sharoiti mehnatni muhofaza qilish qoidalariga muvofiq. Bundan tashqari Alisher Tursunov oziq-ovqat ta'minoti va yashash sharoiti bo'yicha ham ombudsmanga shikoyat bildirmagan. Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan Alisher Tursunov 2025-yil 8-oktyabr kuni 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U ayni vaqtda Navoiydagi 5-sonli jazoni ijro etish koloniyasida muddatini o'tamoqda. Bir necha kun oldin uning advokati Abdulloh Sodiq Kunuzga murojaat qilib, Mubashshir Ahmadning salomatligi og'irligi va shu sababli jazoni o'tay olmasligini bildirgan edi. Advokat mijozining oyoqlari shishib ketib, tanasida har xil yaralar paydo bo'layotganiga qaramay, davolanishga ruxsat berilmayotganini, koloniya mas'ullari tomonidan noto'g'ri ma'lumotlar berilganini aytgan.